Ushbu loyiha Aloqa bank hamkorligida Namangan viloyati Namangan tumani Farovon MF 278-konturda joylashgan bo'lib, ushbu maydonga qulupnay ekini ekilgan. Bu yerda maydon hajmi 2 gektarni tashkil etadi. Uzunligi 350 metr, eniga 65 metrni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarish qilib kelinmoqda. Hozirda ekinlar tugish, pishish fazasida rivojlanmoqda. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi va tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 13 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 15 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Tolbloq Obod Diyor NCJ ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 9 tonna, jami 18 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egadan daromad yanada oshib boriladi.